Yo, hammaga billah, sizlar bilan Akmal. Bugungi videoda biz Uzbek Car Parking o'ynaymiz. Uzbek Car Parkingni Buyukistan kanalidan yuklab olasizlar yoki Cookies kanalidan. Birinchi bo'lib damasdan boshlaymiz. Ana ketdi bu. Keyingi safar qaysidir biznes yoki dachaga borishimni xohlasanglar, video olib dachaga borishimni xohlasanglar like bosinglar. Agar dachaga borishimni xohlasanglar obuna bo'linglar yoki obuna bo'lib like bosinglar. Agar obuna bo'lib like bosinglar. Nerga aytgan joyga boramiz, dachaga boramiz. Buning uchun obuna va like bosishinglar kerak. O'zi Damas bunaqa tez yurmaydi. Men motorlarni almashtirdim, o'shaning uchun tez yuryapti. Bu o'yinda xohlagan mashinalar bor. Hamma mashina olingan bu o'yinda. Hali yuklab olishni o'rgataman sizlarga. İşte bitta rasmga olaylik. Bu o'yinda pul ishlasanglar ham pul tugamas ekan. Xo'p, bo'ldi. Endi keyingi mashinaga o'tamiz. Keyingi mashinamiz Nexia bo'ladi. Mana Nexia. O'zi o'yinni boshida ko'rganinglarda mashina bo'lmaydi, keyingi nechadir kundan keyin o'ynaganinglardan keyin o'shandan keyin mashina bo'ladi. Uncha mashina bo'lmaydi. Damas salon. Nima qildi bu? Uni ham bitta rasmga olamiz hozir. Ozgina bo'ldim, his bo'la olmaydi. Ko'p aeroportni topolmadim, shu yerda ham olaveramiz endi. Keyingi mashinamiz Cobalt.
Bu o'yinda ham uylar bor. Ular tekin, lekin oddiy karparkingga o'xshab 4 ta emas, 3 tagina uy. Agar shu versiyada video chiqishini xohlasanglar, like bosinglar. Yana bitta rasmga qo'yamiz. Mana endi uni yuklashni o'rgataman. Birinchi bo'lib Telegramga kirasizlar. Videoni kesib tashlayman, chunki video ko'p vaqt oladi. Pixdan kanaliga kirasizlar. Keyin buni yo'qgan mayli. Pixda uzadigan narsani ustiga bosasizlar. Keyin mana bu yerdagi fayllar degan narsani ustiga bosasizlar. Keyin mana mod na Uzbekistan deb turibdi. Mana 1 2 ikkinchisini yuklab olasizlar. Yuklab olasizlar shuni. Yoki cookies kanalidan yuklab olasizlar. Yoki car easy'dan yuklab olasizlar. Uni ham ustiga bosasizlar. Keyin buni fayllar degan joyga yana bosasizlar. Keyin bu yerda avgust deb turibdi. Uni 2025 mayga qo'yasizlar. Aprel degani. Mana car parking Uzbekistan turibdi. Shuni o'tkazib olasizlar. O'tkazib olasizlar shuni. Bo'pti, hammaga xayr bo'ldi.